O'zim musofir yurtdaman, ota-onamni, yaqinlarimni Hikmat Travel orqali umra safariga jo'natsam, u joydan turib qanday qilib to'lovlar amalga oshiraman, qanday qilib joylarimni bron qilaman degan obunachilarimiz, xudo xolasa shu video aynan sizlar uchun. Videomizni o'tkazib bormaysizlar, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel Abdug'offor akani oldilariga yetib kelganmiz. Videoni boshidan bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz videomizni boshlaylik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun bitta aka narxlarni tanishtirib bersangiz, o'z to'lov masalalari qanaqa, shart-sharoitlar qanaqa aka, musofirdan turib qanday qilib joylarini bron qilishsa bo'ladi, bitta ma'lumot bersiz endi. Xo'p bo'ladi. Hozircha Toshkentdan reyslarimiz bor. Toshkent yo'nalishi reyslarimiz narxini $925 qilib beramiz. Kunlari har kuni kunora bor. Bemalol aloqaga chiqinglar, o'zlaringa to'g'ri kelgan chislolarni qilib berasizlar, xudo xolasa. Zo'r. Endi onlayn joylarimizni qanday bron qilamiz deydiganlar uchun musofirdalardi. Shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. O'sha Zagram pasportlarini tashlab bersalaring, xudo xolasa o'sha batli ota-onalarni jo'natmoqchimisizlar yoki o'zlaring kelib turib 1-2 kundan olib uchib ketmoqchimisizlar, qanday sharoitda bo'lsa ham aytsalaring, o'sha o'zlaringga qulay bo'lgan kunga hamma yoq tayyor qilib qo'yamiz, kelib aeroportga borib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. O'sha rasmiy hisob raqamlar beramiz, bank orqali to'lovlarni qilib jindekkina zakolat tashlab berasizlar. Qolganini aeroportga kelib hisob-kitob qilaverasiz. O'zlariga qulay bo'lganidan xudo xolasa to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi. Endi aka boshlangan keyin shart-sharoitlar qanaqa bo'ladi? Xo'p bo'ladi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, gastinisalarimiz uzoqligi Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushadi gastinisalarimiz, xudo xolasa. Bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. 50 bosh aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Har bitta odamga? Har bitta odam, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaring joylaring bron qilsalaring bo'ladi. Aytib o'tganingizdek, musofirda turib qanday qilib to'lovlar amalga oshiraman degan obunachilarimiz savollariga xudo xolasa javob bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa birinchilardan bo'lib yangi videolarimizni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha